Liposaksiya qilsang yana semirib ketasan, qorning osilib qoladi deganlar uchun 1 yil 2 oylik rezultatni ko'rsatamiz. Eslaringizda bo'lsa, 1 yil 2 oy oldin abdominoplastika amaliyotini bemorimizda qilgandik. Rasmlarni, videolarni ko'rishlaringiz mumkin. Bizda qornimiz tekis chiroyli turibdi. 1 gram ham ortiqcha terilarimiz yo'q. Yon tomonlar to'liq liposaksiya qilingan, sportivni chiroyli живот bergan biza. Bemorimizda diastazimiz ochiq edi, ortiqcha terilar bor edi. Ularni hammasi olingan, T-obrazniy pachashka qilingan. Kelinglar, izlarini ham sizlarga ko'rsataman. Mana bu ingichka soch tolasida biza kesib bergan izlarimiz ich kiyimning tagida qoladi. Ko'rmaydigan holatda bo'ladi deymiz. Mana bu bizni ranamizni holati. 1 yilda shunaqa holatga keladi. Hammaga rahmat. Kuzatishda davom etinglar, natijaga baho beringlar.